Privet APK UZB Telegram kanalidagi Vzlom programmani ko'rib chiqamiz. Androidchilar uchun maxsus dastur, vzlomat qilingan dastur, iPhonechilar uchun maxsus silka bor. Bizda iPhone'ligi uchun biz iPhone silka orqali vzlom qilamiz. Kiramiz, ro'yxatdan o'tamiz, promokod kiritmaymiz asosiysi va hisobni 123 ming so'mga to'ldiramiz. Shartlar to'liq yozib qo'yilgan. Xo'p, mana do'stlar, biz oradan где-то 10 minut o'tdi, chunki men kesishga majbur bo'ldim videoni. Hisobni 123 mingga to'ldirib oldik. Vzlomat qilib oldik. Telegram kanalda yozilgan shartlari hisobni 123 mingga to'ldirish kerak. Maxsus dasturni promokod kiritmasdan yuklash kerak. Bo'ldi, shartlari shu. 1, 2, 3 soni aralashgan hisobni to'ldirish kerak. Masalan, 123 ming so'm yoki 1 million 230 ming so'm shunaqa shotda hisobni to'ldirsa bo'ladi. 12.300 so'm to'ldirsa bo'ladi-yu, lekin stavka qilishda 3000 so'm kamida, unaqa bizda kamida 3 ta 4 ta dagon bo'lib qolishi mumkin. Vzlom programmada o'sha uchun maslahat bermayman. Xo'p, hisobni to'ldirdik, 123 ming so'mga X Gamesga kiramiz va o'yinlarda vzlom bo'lgan programmani sinab ko'ramiz. Kristalga kiramiz. 12.300 so'mdan tikamiz do'stlar. Ketdi birinchisi. Uji vazrat bor, sariq tosh bilasizlar 1x, ko'k tosh 0.5x, ko'k toshni belgilaymiz. 2x fioletli toshlar bilasizlar. Ketdi, bizda yashil tosh bor. Xo'p. Yashil tosh to'ldi, 5x bor bizda uji. Qizil tosh ham to'lsa, xo'p, bo'ldi. Bizda 5x va 1x. 184 ming bo'ldi. Shot sirazi birinchi o'yinning o'zida g'alaba do'stlar, ko'ryapsizlar. Vzlom programma qanaqa ishlashini ko'ryapsizlar. Shunaqa g'alaba tez bo'ladi. 12.300 so'mdan 21 ga ko'rsatib beraman. Еще karta ochamiz, 16 bo'ldi, yopamiz kartani. G'alaba do'stlar, birinchisi g'alaba o'zi, ikkinchisi sirazi g'alaba, uchinchisi еще karta 19, bu g'alaba degani. G'alaba. Ketma-ket 3 ta g'alaba ko'ryapsizlar do'stlar. Vzlom programmani qanaqa berishini. Xo'p. Yana qaysi o'yinga sinab ko'ramiz? Hilo